Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan O'zbekistonda va dunyoda kuzatiladigan so'nggi yangiliklar. Biz o'z ishimizni boshladik. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. Biz o'z ishimizni boshladik. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda soliq qarzi va muammoli kreditlarni undirishda yangicha yondashuv joriy etiladi. Bosh prokuratura Markaziy bank va soliq qo'mitasi bilan birgalikda soliqdan qarzi va muammoli kreditlarni undirishga yangicha yondashuvni joriy etadi. Bu haqida prezidentning 1-apreldan kuchga kirgan farmonida belgilanadi. Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish tizimini raqamlashtirish va samaradorlikni oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga ko'ra, ijro hujjatlari bo'yicha mol-mulkni undiruvchi tomonidan rasmiylashtirilgan protsessual hujjatlar asosida davlat ijrochisining qarori bilan elektron onlayn auksion savdolari orqali realizatsiya qilish imkoniyatini yaratadi. Yuridik shaxslarning mol-mulkini xatlash, ko'zdan kechirish bilan bog'liq protsessual hujjatlarni rasmiylashtirish ishlari soliq organining soliq qarzini undirishga oid ijro hujjatlari bo'yicha soliq organining mansabdor shaxsi tomonidan garov bilan ta'minlangan majburiyatlarni bajarish to'g'risidagi ijro hujjatlari bo'yicha davlat ijrochisining topshirig'iga asosan tijorat bankining vakolatli shaxsi tomonidan amalga oshiriladi. Bunda davlat ijrochilarining mol-mulklarni xatlash va ko'zdan kechirish bilan bog'liq huquqlari saqlanib qolinadi. Ijro hujjatlari bo'yicha savdolarni tashkil etish bilan bog'liq hujjatlar, garov hujjatlari, xatlov, ko'zdan kechirish, dalolatnomalarni, auksion savdo natijalari hamda undiruvchiga topshirilgan mol-mulklar to'g'risidagi ma'lumotlar va boshqa hujjatlar elektron platformalar orqali yuboriladi. Soliq organining mansabdor shaxsi yoki tijorat bankining vakolatli shaxsi tomonidan amalga oshirilgan xatlash va ko'zdan kechirish dalolatnomalariga asosan realizatsiya qilingan yoki taklif etilgan mol-mulklarni rasmiylashtirish bilan bog'liq xatlar rasmiylashtiruvchi idoralar zimmasida qoldiriladi. Ayrim toifadagi ijro hujjatlari bo'yicha qarzdor vafot etganda, u vafot etgan deb e'lon qilinganda yoki bedarak yo'qolgan deb topilganda unga nisbatan yuritilgan ijro davlat ijrochisining qarori bilan tugatilish amaliyoti joriy qilinadi. Qonunda nazarda tutilgan ayrim toifadagi ijro hujjatlarini majburiy ijroga taqdim etilgunga qadar tegishli davlat organiga, tashkilotga yoki uning mansabdor shaxsiga topshirish undiruvchining huquqi sifatida belgilanadi. Ushbu ijro hujjatlari toifasiga undiruvchi yuridik shaxslar tomonidan qarzdor jismoniy shaxsning ish haqqi va boshqa daromadlariga qaratishni nazarda tutuvchi ijro hujjatlari kiritiladi. Ijro ishlari doirasida qarzdor yuridik shaxslarning xatlangan hisob raqamlariga kelib tushayotgan mablag'lardan ish haqqi va kommunal to'lovlar uchun foydalanishga ruxsat berish tizimi joriy qilinadi. Farmonga ko'ra, muammoli kreditlar bo'yicha ijro hujjatlari asosida vujudga kelgan majburiyatlarni undirish bilan bog'liq harakatlarni amalga oshirish ixtisoslashtirilgan davlat ijrochilariga yuklatiladi. Majburiy ijro byurosini rivojlantirish jamg'armasidan tijorat banklari tomonidan moliyalashtiriladigan mablag'lar hisobidan qo'shimcha 400 ta ixtisoslashtirilgan davlat ijrochisi shtat birligi ajratiladi. Alimentdan qarzdorlarga 2026-yil 1-maydan boshlab aliment bo'yicha qarzdorlik mavjud bo'lganda qarzdorlik to'liq bartaraf etilguncha alohida yirik bitimlarni amalga oshirish, ayrim turdagi moliya, kredit va davlat xizmatlaridan foydalanishni cheklash tartibi joriy etiladi. 2026-yil 1-iyuldan boshlab sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlariga asosan davlat daromadiga o'tkazilishi nazarda tutilgan avtotransport vositalari va ko'chmas mulk davlat ijrochisining qarori asosida to'g'ridan-to'g'ri davlat aktivlarini boshqarish agentligi tasarrufiga o'tkaziladi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.